Senge. Haliniki kerak. Yo'qni azlab namda yo'qqa Ukraynada maxsus operatsiya boshlangandan beri biz birinchi kunlardan o'zimizning shunda klubda ishlovchi qizlar bilan ham shu klubda usta qullar birlashmasida yuruvchi opalarimiz bilan sitkalar o'ra boshladik. Noskilar beylay boshladik. Bizga haligi xizmatda juda ko'p yordam etdi avul xalqi. Endi bizning avul gruppasina birinchi xabarni solishga avul xalqi juda ko'p bitirib noskilar beylab olib kela boshladilar. Mana bugungi kunda da biz endi mana 1 yildan ortiq shu xizmat bilan shug'ullanamiz. Biz endi o'zimizning yigitlarimizga kuchimizdan kelgan qattiq yordam etamiz kelar. Mana bugungi kunda da ko'rasiz, siz mana bunda ko'p noskilar turadi. Bular endi bizning avul xalqining baylab ketirgan kishi. Endi ayrim rahmat aytasim kelar. Shundagi noskilarning ko'pchiligi ulushini Halovatdin va Flora baylab berdi bizga. Endi mana bu sitkalarni ko'rasiz. Bularning endi klub xizmatkorlari, endi bizning rayonimizdagi klub xizmatkorlari ishlab keladilar. Endi bular bizning bek ko'p bo'ladilar. Ham shulay endi biz tag'in bir yonga ishga tutindik. Bu 1-2 kunda biz parafindan blindajniy shvishalar ishlay boshladik. Onda da endi avul xalqini murojaat etdik. Ham ular bugungi kunda jinovlashib kelib, shu izgi ishni ishlaylar. Haligi blindajniy shvishalarning ishlov protsessini ko'rsatasiz kelar. Mana ko'rasiz, bizning bugun klubimizning foizi birlab turadi. Bunda endi bizning avul xalqi yilda bizning murojaatni oyoqqa solib to'xtamisha birga kelganlar uchun ularga boshqa eng zo'r rahmatimizni yetkazamiz kelar. Ham mana azrakkina ishlov protsessini ko'rsatib ta'kidlashimiz kelar. Konservatlarni, shularni joylab solalar. Ana biz endi krestik formasida ishlaymiz. Mana shunday motorgina chechaklar kelib chiqqan shundan. Endi o'sha yaratimda yigitlarimiz bizning parafin irib turadi. Mana bunda burilib qarasak, bizning endi chayniklarga biz endi parafinlar iritamiz. Qabul parafinlarni hozirlab qo'ygan mana shu konserva savutlarni to'ldiramiz. Mana endi biz kisha ishladik 75 shtuk. Biz endi mana parafinlarni bizga bek ko'p uchun vakuumlar deb aytamiz. Endi ko'p bir своихni brosayit biri. Endi tag'in bir uchun mana bizning o'zimizning avulimizning aktivist yigitimiz bor. Ildar olib qaytdi yangadan 50 kilo parafin. Biz shu ishlarni yerga yetkirib, ishlab bitirib, yigitlarimizga sota olsak, bek shod bo'lar edik. Bu ularning umrlarini saqlasin edi, ularga azmi ko'pmi bizning yurak jilisini bersin edi. Xabar kelgan WhatsAppdan yig'ilishib, o'sha komanda bilan ko'rishlar, yangilar bizlar yordamga kelgan yoshlarimizda bek ko'p sham yasarga deb yig'ishdik. O'zimizning soldatlarimizga bizning shamlarimiz borib yetib qo'ygan amalga yarab sağ eğlenip koysunlar, çocuklarına, istimalarına, rakıtların çocukları bilen. Barına, beni baytırma.